BMW X7 dan zerikkan akalarimiz uchun bugungi obzorimizda JLA 53 avtomobili ko'rib chiqamiz. Chiqamiz 3 litrli biturbo motorda. Ishkenlarning aslan noyob. AMG. Asfalt bo'yicha gaplashamiz. 10 litrdan 20 litrgacha настроениyaga qarab bosib beramiz. Sizlarga ko'rsatib o'tgandim, JLA 450 bilan почти bir xil. Head-up displeylari o'xshash. Akustika sistemamiz Bowers Wilkins. Maksimal skorostimiz mashinamizniki 250 gacha. 0 dan 100 gacha razgonimiz 5-3 sekundda 100 ga chiqadi. Bunaqa monsterlar shaharda kam, lekin Bu qora bayrimiz 4 xil rejimda yuradi. Sport plus rejimi, sport обычный, ovozlari ham o'zgardi. Sport plusda, ekonomniy va individualniy. Individualniyda o'zingizlarga moslab, chiroyli qilib skorostlarni to'g'rilab olib minishinglar mumkin. Mashinamiz sotiladi $99,500 Z Motors avtosalonida. Agar bizning nomimizdan chiqsanglar, ancha arzon qilib berishadi. Eshitib ko'ramiz bitta. To'liq rejim emas, 7 xil rejim bor ekan.